sog'lom, adekvat oilada kimni gapi gap bo'lishi kerak? Kim hukmronlik qilishi kerak degandek qo'pol bo'lsa ham. Bu savolingizga men qo'shimcha qilib beraman. Nima deb o'ylaysiz? O'sha oilada erkak kishi rahbarmi yoki boshqaruvchimi yoki ayol kishi rahbarmi boshqaruvchi? Ana o'shani ajratib olish kerak. Sog'lom oilada erkak kishi rahbar bo'ladi. Ayol esa boshqaruvchi. Endi ikkinchi bor. Dinda ham aytilgan. Ayol kishi erkakning chap qovurg'asidan yaralgan. O'shaning uchun bir pog'ona ustun bo'ladi. Mana bu yerda ham bir narsaga e'tibor berishimiz kerak. Erkak kishi qachon bir pog'ona ustun bo'ladi? Bilingki, ayol kishi qachonki xohlasa erkakni bir pog'ona ustun qo'yadi. Qachonki xohlamasa bir pog'ona pastga tushiradi. Ana bunga endi qarama-qarshi savol. Qachon ayol kishi erkakni bir pog'ona ustun qo'yadi? Qachonki erkak ayol kishini bir pog'ona ko'tarib qo'ysa, mehrdan, vazifasidan, suhbatidan joy-joy qo'yadigan bo'lsa, siz xohlaysizmi, xohlamaysizmi? Ayol kishi o'zi sizni rahbar qilib qo'yadi.